Assalomu alaykum, Shohsupa opajon. Sizga katta rahmat. Hozir bu seminar, treninglarda ishtirok etganimdan keyin haqiqatan ham juda ham atrofimdagi insonlar shunaqangi o'zgarib qolgandek. Hamma menga sovg'alar bergisi keladi, hamma menga yaxshi gapiradi, muloyim, unaqa bo'lganda oldin shunaqa kurs urishib yotadigan ishchilarim ham. Keyin hozir shunaqangi xushomadgo'ylarim juda ham ko'paygan. Shohsupa opa, keyin shunaqangi ichim ham biram sokin bo'lib qolgan. Masalan, bugun ishxonamizga tekshiruvchilar kelganda hamma u yoqqa chopib, bu yoqqa yugurgan asabiy holdada. Men bo'lsa ichim sokin. Hech nimaga asob ham qilganim yo'q. Men haliyam o'sha nima qilib yuraman, ustoz. Ota-ona bilan ishlash. Zo'r yordam. Haliyam qilib yuraman, lekin mana shu texnikalar. Texnikani. O'sha ota-ona bilan ishlash texnikalari bor edi-ku. Mana shu bitta problema bo'lsa, sразу qilaman. O'sha kunda o'sha problema yechiladi, ustoz. Men вообще qo'yib qolganman shu texnikaga. Mana shu основной отношениyaga endi farqi yo'q, kim bilan bo'lsa ham o'sha. Birozgina o'sha his qilaman-ku, bu отношения уже yomon bo'lyapti. Sразу ota-ona bilan ishlash texnikasi. O'sha ertasi kun o'sha problema hal bo'lgan bo'ladi-da. Mashalloh. Zo'r xursandman, Aziza. Zo'r, mana shu pulga ham foydasi bo'lyapti. Shu qarzlardan qutuldik, Xudoga shukr. Inshaalloh. Endi men ko'p texnikalar qilaman-ku, lekin mana shu ota-ona bilan ishlash отношениyaga birga birda qoyil qolganman lekin. Zo'r. Xursandman, Aziza. Sog'ligingiz ham yaxshi? Sog'lig'im yaxshi. U mana shu sog'lig'imga ham yordam beryapti.